Nima qilyapsan sen? Provans sotganmisan, men bilasan kimligimni? Men shu qaldir qo'shni boshlig'iman. Men bosh ketsang nima bo'ladi? Och qolib ketar xalq. Kelinchi odammi? O'tga tur. Men nima qildim? Sen aptingga. Idishlar kecha chala yuvilgan. Ishingizni to'g'ri qilsangiz bo'lmaydimi? Toza qilyapman-ku. Yana shu men jag'itimman, baqiraveradi. Gap qaytarishadi. Ana. Ha! Xush kelibsiz Kamilaxon. Uzr, vaqtli ish boshlab qo'ydik. Uzr, oziq probka bo'ldi. Bo'lmasa bariq kelaydim-ku. Ha, bahonalar ham zapasda turadi. Bundan keyin kim ishni o'z vaqtida bajarmasa oyligidan 50% qirqib tashlayman. Tushundingmi? Bor hammaga ishingga. Juda to'g'ri. Ishlalaring. Bugun blogerlar oilasi bilan keladi. Biz ularda yaxshi taassurot qoldirishimiz kerak. Tushundilaringmi? Olga. Xo'p bo'ladi boshliq. Xo'jayin bir narsa aytay, iltimos. Shu blogerlarga bergan pulingizni shu bizga bersangiz bo'ladi-ku. Biz o'zimiz qoyillab tashlaymiz hamma narsani. Ya, ishchilaringiz tili chiqib qolibdimi, Shahzodaxon? Men to'g'ri ovqat qilishinglarga ishonaman, gap yo'q. Lekin reklama qilaverasizlar. Ha? Nima deyapsiz? Sindirib tashlaymiz bizni. Marhamat, qani ko'raylik-chi. Ketdik, davay, tushing. Bu yoqqa garang. Marhamat, xush kelibsizlar. Bizni Qaldirg'och restoranimizda Uyg'ur milliy va Yevropa taomlari bor. Ko'k joyda joylashgan deb ayting, apam. Ko'kchada. Ko'kchada ekan. Qolaversa bizni Qaldirg'och restoranimizda malakali oshpazlardan tortib, Robertlar ham xizmatga. kattalardan tortib bolalargacha sharoit qo'yganmiz. Sizni tillaringizga o'xshagan achchiqli souslarimiz bor. Sizdan aziz mehmonlarimiz uchun Asadbek degan taomlari ham bor. Ya, Asado. O'shada. Mana. Yaqin ishtaha. Asadulloh qo'timizdan 2 kishilik, 3 kishilik qolsangiz, oilangiz bilan kelib yeyishingiz ham mumkin. Setimizdan baliqlar ham bor. Yem молодец. So'ragan qizvording. Bor suv olib ovqatlanib olay. Suv ham saboy. Farosatxon. Tayganiga yopishib qolibdi, olib tashlab olibga. Ha, bumi? Olib tashlayman o'zi. Reklama nima qilaman deding? Sindiraman dedim. Ishon sindirib yubording.